Assalomu alaykum. Ma'lesef yaxshimisiz? Baxaysiz. Assalomu joningiz vaqtingiz qo'shma. Mana sizlar ishonlarga bo'lmaydi dedingiz. Siz ham chiqib bo'lmaydi. Yana bir bo'ladi. Ro'yat beribdi. Avvallar ishonlarga deydi hukumat. Hurmatli qurultaydagi kishilar va bizlar bilan jamjamada jam bo'lgan aziz hurmatlik ahli islom va turk dunyosi. Bu ikinchi bölümü, chunki birinchi bölümü 10 daqiqa 55 soniya bo'lgan ekan, WhatsAppda yana WhatsApp orqali 8 daqiqani eshita olamiz. Boshqasi kelmaydi. YouTube'ga borib butunlay eshituvi mumkini bor. Yana shuni qayta boshdan sizlarga xulosasini aytib berayin. Biri yana Payg'ambar Xudo mehribonlik qildigi kullu taqiyun va naqiyun fa huwa ali hasabi va ali nasabi. Men bu boraga bir kitob ham sizganman. Bu ikkovining o'rtasida bir modda ijtimoiy va bir modda iftiroqi bo'ladi. Har kimki taqvoli bo'lsa, o'l payg'ambarning oli agarchandiki dunyoning bir burjida bo'lsin, musulmon bo'lgan sababdan payg'ambarning oli. Kitoblarda, Qur'onda buni hammamiz bilamiz. Bir zamonada darvozadan kirmagicha edi. Darvozadan kirsa ketishda bo'lsa kilkindan ketgicha edi. So'ng payg'ambar Xudo sallallohu alayhi va sallam mehribonlik qildiki, men darvozadan kepim, darvozadan chiqaman, shularda ahliman dedi. So'ng o sahaba-i ikram qurbon sahobalarga bo'layin. Sahaba-i ikram aytdiki, ya Rasululloh, men ham sizni ahlingizman dedi, musulmonman dedi. So'ng payg'ambar Xudo o kishini gapini tayid qildi. Hozir ham bu yerda nima? Har kimki taqvoli bo'lsa, payg'ambarning oli. Sharofat lihoziga payg'ambarning oli. Muttaqi bo'lgan sababdan payg'ambarning oli. Agar qaysi bir insoniki payg'ambarning oli bo'lsa, lekin taqvoli bo'lmasa, o payg'ambarning oli emas. Bu hadisda o'zlaringiz sarohatan o'qidik. Bunun tarjimasini ham sizga aytib berdim. Bulgi chunki ulamolarning fitavasi, buni sizga men o'qib berayin. Yana qayta boshdan o'qib berayin, avvalgi kelgan bo'lmasa. आल वही है जो नेकुकार होंगे, बाकी भी दुनियावी अहकामात के एतबार से आल में शामिल तो है, यानी उनके लिए ज़कात लेना नाजायज़ है, और नसबी शराफत के एतबार से भी वो मुत्तकीन के साथ शरीक है, लेकिन आल कहलवाने का हकदार वही है जो मुत्तकी भी हो। उनके तायीद इस रिवायत से भी होते हैं जो पहले अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल की गई. दूसरा ikinci. Ustoň tarjima ham qilaman buni o'qiyapman baxotir shulki bu kishi men aytibdiki, sizlar joiz emas deb edingiz, hali ba'zilar joiz deyaptir va eski zamonada, ya'ni ko'na zamonada, qadim zamonada bularga hukumat bo'lsa tanxa berar ekan. Aya hukumat sirf shu sizni bizni yashanlarimizga tanxa berar ekan, Pokistondagi yashanlar, Hindistondagi yashanlar, Barmadagi yashanlar, Bangladagi yashanlar nega unday qilmaydi ekan? Hali men bunday emas. Xudo naqasida men qaysi biriga aytsam, o'z shariatni men o'zim sozlay olmayman.
sazlamayman ham inşallah musulmon dunyoga kelibmiz, inşallah dunyodan musulmon ketamiz. Meni qaynonajonim bil ittifoq Sayyid qaynatam ham shayat Sayyid bo'lsa, ya bo'lmasa onu o'zini og'zidan eshitganim emas, eshitganim yo'q. Onu balalari, meni qaynivachalarim shayat ba'zisi da'vo qilsa, otalarimiz Sayyid desa, o'z joyiga. Bahar ikinci qavl nima? दूसरा कौल का सही महमल ये है कि मुराद रोज़ क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तमाम मुत्तक़ीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलम शुमार की जाएगी। उसकी ताकीद इस एक सही रिवायत से होते हैं जिसमें इन्ना औलियाई मिनकुम अल मुत्तक़ून के साथ यौमल क़ियामा का इजाफा भी है। यानी qarangizlar, muttaqi xayvol kullu taqiyun va naqiyun fahuva ali xayvol payg'ambarning nasabi bo'lsin ya payg'ambarga iymon olib kelgan bo'lsin, taqvoli kishi bo'lsin payg'ambarning oli. So'ng bu oli hasabiga zakat joiz, oli nasabiga zakat joiz emas. Mana bu İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi Sahihul Buxoriyda kitobi zakatda zakatning masoilida buni ham aytib bergan. Babu aqdi sadaqati tamri inda sira min nakhli va hal yutraku sabiyyu fayamussu tamra sadaqa. Yana bundan so'ngasam Payg'ambar Xudo sallallohu alayhi va sallam Hasan edime ya Husayn edime Kurbanı sahabeler ashabi kulluhum ashabi kan nucum bi eyyuhum iqtadaytum ihtadaytum ve sahabelerinin içinde Hasan ve Husayn bizning canı dilimiz, ko'zimizning içidagi nurimiz. Hazreti Hasan ya Husayn şu xurmalar bilan o'ynab turib bir xurmani og'ziga soldi. Payg'ambar Xudo sallallohu alayhi va sallam xurmani Hazreti Hasan ya Husaynning og'zidan chiqartib joyini ham quritdi ki shuni o'li seni içine ketmesin dedi. Sadaqa mening avladimga, avladi nasabimga durust emas dedi, to'g'ri emas dedi. Hurmatli aziz qurultaydagi kishilar, uylaringizga har kimiki kelsa, onga izzat qilingizlar. İzzat qilingizlar, lakin izzatning har kimning o'zini joyi. Otaga muhabbat qilingizlar ul bo'lib, onaga muhabbat qilingizlar ul bo'lib, singilga muhabbat qilingizlar aka uka bo'lib, ayollaringizga muhabbat qilingizlar kuyovjon bo'lib. Hadis-i pokda keladi. Her zamaniki uyinga qaysi bir inson keldi, onun martabasiga, onun o'z martabasiga tushirgan. Ya'ki idza jaa karimul qawm, bir iki rivoyatda keladi, bir rivoyatda idza jaa karimul qawm kum kelmaydi. Alberda idza atakum karimu qawmin fa akrimuhu. O birda boshqa hadisda keladi idza jaa karimul qawmi. Orada kum kelmaydi. Atani joyiga jaa keladi. Her zamanı uylaringizga har kimiga kelsa, ularning o'z martabasiga tushiringizlar. Yana ol eshon bo'lsa, eshoni jigit bo'lsa, boshqa xizmat qilingizlar. Eshoni qari bo'lsa, unga boshqa xizmat qilingizlar. Masalan, jigitga bo'lsa, go'shtni qurib bering, jeydi. Hazm ham qiladi.
qari keldi onga bo'lsa go'shtni xo'p yumshoq narim qilib pishirib beringizlar taki onu medesi hazm qilsin. Yaxshi, misolini aytdim-da, bunday emas-ki. Bahar hal yana hadisda nima keladi? Anzilun nasa fi manazilihim. Yana bundan ma'lum bo'ladiki, xizmat qilingizlar. Uylaringizga har kim keldi, eshon bo'lama, g'ayri eshon bo'lama, taqvoli kishi bo'lsin. Qanday? Dalilini olib keling, agar sendagi takror bo'layaptir. Payg'ambar Xudo mehribonlik qildiki, sizlarni taomlaringni jemasin magar muttaqi jesin dedi. Muttaqi ibodat qiladi, sizlarga savob bo'ladi. Agar Xudoning xasta qaysi bir fosiq va fojir nonlaringizni jedi borib gunoh qiladi, gunoh bo'ladi. Ha, agar sizlar bilmasalaringiz bu fosiqlik qiladi, onga bersilaringiz ayb emas. Bilasizlaringizki mana shu odam meni paysama borib sharob ichadi, ya xunan hozir boshqa yomon bo'lmas ishlarni qiladi, o suratda bil ittifoq u odam non bergan odam gunoh bo'ladi. Masalan, bir odamni o'ltirib deb ishora qilasiz, ana shunday gunoh bo'ladi. Ya qaysi jomon ishga onu buyurib jibertasiz. Baharal aziz do'stlarim, eshon sayyidlar ko'zimizda nuri, joni dillarimiz. Chunki mening o'zimni qaynonajonim Sayyida Hoshimi, bularni men buni zakat olganini bilganim emas. Aya Pokiston, Hindistonda boshqa dinmi? Nauzubillah. Aya sizlarda boshqa din bo'lsa, onu bilmadim. Ammo bunday qilmangizlar. Bu aytadiki, bunga eski zamonada podsholar tanqa berar ekan. Shu tarixda ham bir ozroq mutolaa qilib ko'rsin. U bir munasal hukumat ondan narmagan har qavmga bo'libdi. Qanday bo'libdi? Tag'i buna Pokiston, Suudi Arabistonda Hoshimi xondan bor. Aya Hoshimilar boshqaga qiz berib qiz olmaymi? Payg'ambar Xudo aytdiki, "Va la farqa baynal ajami va lal arabi illa taqvo" dedi. Ajamni arabdan farqi yo'q, magar taqvoli kishi. Bu sizni bizda eshonlarimiz boshqaga qiz bermaydi, holanki qiz har kimga musulmon bo'lsa bersa to'g'ri. Ha, kuf alayda masala. Kuf alayda masala. Shu sababdan ulamolar aytadiki, sayyidlar qizini balki mavlaylarga bersin, hofizi Qur'onga bersin. Chunki kuf. Shu mavlaylar ham qizlarini sayyid bo'lmasa ham eshonlarga bersa bo'ladi. Bo'lmaydi emas, kim aytadi bo'lmaydi deydi. Ba'zilar o'z tarafidan din sozlaydi, aytadi biz zakat olishga to'g'rimiz, ammo qiz olishga, qiz berishga to'g'ri emasmiz. Aya shu dinmi? Bahar hal meni kechiringizlar aziz eshon bobolarim, meni kechiringizlar. Men o'z bilganimda aytdim. İmkanı var başkalar bilse. Ha, icma qilsinlar. İcma qilsinlar. Çünkü icmanın zariyasiga şeriat ham ketadi. Jangi jihonida qullarning, cho'rilarning tarixini o'qib ko'ringizlar. Eshon bobolarimiz ham icma qilsin ki biz bundan buyoqqa zakat olamiz. Va bundan buyoqqa qizlarimizni boshqa g'ayri eshon mavlaylarga bermaymiz, qarilarga bermaymiz deb ijmo qilsin. Biz aytaylik, ha, shariat bularga toza kelgan ekan, ijmo bo'lgan ekan deb inanamiz. Bo'lmasa biz shariat bir shariat. Tashakkur amalaringizdan. Assalomu alaykum.